Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensionerlar uchun mobil tariflar, ya'ni Uzel, Belini va Mobius operatorlarda yoshi ulug' insonlar uchun qanday imkoniyatlar bor? Nimalarga albatta e'tibor berish kerak? Qaysi holatlarda pul bekorga ketadi va qanday qilib o'yga ancha tejash mumkin? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nevaralari, yaqinlariga ham tegishli. Chunki ko'p hollarda telefon xarajatini aynan oila a'zolari to'lab beradi. Shuning uchun hozir videoni oxirigacha ko'ring, kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bugun oddiy reklama gaplarini emas, amalda kerak bo'ladigan aniq maslahatlarni aytaman. Oldin mobil aloqa nisbatan sodda edi. Odam telefon qiladi, SMS yuboradi, ba'zida balansini tekshiradi. Pensionerlar uchun ham asosiy ehtiyoj shundan iborat edi. Farzandiga qo'ng'iroq qilish, shifokor bilan gaplashish, kommunal xizmatlar bo'yicha xabar olish, ba'zan bankdan SMS kelishi. Lekin hozir vaziyat o'zgardi. Bugun hatto yoshi ulug' insonlarga ham internet kerak bo'lib qoldi. Telegram orqali oilaviy guruhda xabar keladi. Bank ilovasidan pensiya tushganini ko'rish kerak bo'ladi. Poliklinika navbati, kommunal to'lov, davlat xizmatlari, hatto video qo'ng'iroq ham kundalik hayotga kirib keldi. Muammo shundaki, ko'p pensionerlar o'zlariga mos bo'lmagan tarifda yuradi. Masalan, odam oyiga 10 gigabayt internet, 1000 daqiqa, yuzlab SMS beradigan tarifga ulangan, lekin amalda faqat 1 gigabayt ishlatadi va 2 daqiqa gaplashadi. Natijada har oy ortiqcha pul yechiladi yoki aksincha juda arzon tarifda qolib ketadi. Lekin internet paket yo'qligi sababli har kuni balansdan alohida pul ketadi. Bir qaraganda 500 so'm, 1000 so'm kichik ko'rinadi. Lekin oy oxirida 20 ming, 30 ming, ba'zan undan ham ko'proq pul yo'qoladi. Hozirgi o'zgarishning eng muhim tomoni shuki, Uzel, Belini va Mobius kabi operatorlarda tariflar tez yangilanadi, eski tariflar yopiladi. Ayrim xizmatlar avtomatik ulanadi. Ayrim chegirmalar faqat ma'lum shart bilan ishlaydi. Shuning uchun men doim aytaman, pensioner uchun eng yaxshi tarif degani eng arzon tarif emas. Eng yaxshi tarif bu aynan o'sha odamning kundalik ehtiyojiga mos tarifdir. Kimdir ko'p gaplashadi, kimdir faqat Telegram ishlatadi, kimdir esa telefonni faqat kiruvchi qo'ng'iroqlar uchun ushlab yuradi. Har bir holat alohida ko'rilishi kerak. Birinchi navbatda pensioner uchun tarif tanlashda 3 ta asosiy savol bor. Birinchisi, oyiga necha daqiqa gaplashadi? Ikkinchisi, internetdan foydalanadimi yoki yo'qmi? Uchinchisi, telefon oddiy tugmali telefonmi yoki smartfonmi? Mana shu 3 savolga javob berilmasdan tarif tanlash xato bo'ladi. Masalan, birinchi holatni olaylik. Toshkentda yashaydigan 68 yoshli ota-onamiz bor. Ular har kuni farzandlari bilan gaplashadi. Kuniga o'rtacha 10 daqiqa telefon qilsa, oyiga 300 daqiqa bo'ladi. Agar tarif ichida 300 yoki 500 daqiqa bo'lsa, bu odam uchun yetarli. Lekin internetdan deyarli foydalanmasa, 20 gigabayt internetli qimmat tarif unga kerak emas. Bunday holatda operatorning oddiy, daqiqasi yetarli, oylik abonent to'lovi pastroq bo'lgan tarifini tanlash ma'qul. Ikkinchi holatda pensioner smartfon ishlatadi. Telegramda ovozli xabar yuboradi, nevaralari bilan video ko'radi. YouTube'da diniy, sog'lik yoki yangilik videolarini tomosha qiladi. Bu odamga faqat daqiqa yetarli emas. Agar internet paketi kam bo'lsa, tarifdan tashqari internet sarfi boshlanadi va balans tez tugaydi. Masalan, YouTube'da 1 soat video ko'rish sifatiga qarab 500 megabaytdan 1 gigabaytgacha internet sarflashi mumkin. Har kuni yarim soat video ko'rsam oyiga 15 gigabayt atrofida internet ketishi mumkin. Shuning uchun bunday odamga internet yetarli tarif kerak. Aks holda arzon tarif qimmatga tushadi. Uchinchi holat. Odam telefonni asosan kiruvchi qo'ng'iroq uchun ishlatadi. Masalan, qishloqda yashaydigan ona faqat farzandlari qo'ng'iroq qilganda javob beradi. O'zi kamdan kam telefon qiladi. Bunday holatda katta paketli tarif shart emas. Lekin balansda doim ozgina pul bo'lishi, raqam faol qolishi, xizmatlar o'chib qolmasligi muhim. Ayrimlar bunday odamga ham katta tarif ulab beradi. Internet ham bo'lsin, daqiqa ham bo'lsin, deydi. Lekin amalda bu pul har oy bekorga ketadi. Uzel, Belin va Mobius bo'yicha gapiradigan bo'lsak, uchala operatorning ham asosiy tariflari, internet paketlari, daqiqa paketlari va qo'shimcha xizmatlari bor. Ba'zi davrlarda ular pensionerlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar yoki yoshi katta abonentlar uchun maxsus takliflar chiqarishi mumkin. Lekin bu yerda juda muhim jihat bor. Bunday takliflar doimiy bo'lmasligi hududga, ulanish sanasiga yoki abonent maqomiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men
hech qachon faqat eshitgan gapga ishonishni tavsiya qilmayman. Qo'shnim aytdi. Mana shu tarif pensionerlarga bepul ekan. Falon odam dedi, arzon ekan. Degan gaplar bilan raqamni almashtirish yoki tarifni o'zgartirish to'g'ri emas. Har doim operatorning rasmiy ofisi, rasmiy ilovasi, kol markazi yoki rasmiy sayti orqali tekshirish kerak. Kim xavotir olishi kerak? Eng avvalo. Balansidan pul nima uchun yechilayotganini bilmaydigan pensionerlar xavotir olishi kerak. Agar odam kecha 20 ming bor edi, bugun 7 ming qolibdi, nimaga bilmayman desa, bu aniq tekshiriladigan holat. Ikkinchidan, oyiga bir necha marta balans to'ldiradigan, lekin ko'p gaplashmaydigan odamlar tarifini tekshirtirish kerak. Uchinchidan, smartfonda internet ishlatmayman deb o'ylab. Aslida telefonida fon rejimida internet sarflanayotgan pensionerlar bor. Telefon yangilanish oladi, WhatsApp yoki Telegram xabarlarini yuklaydi, reklama chiqadi, ob-havo ilovasi ishlaydi, natijada internet sarfi bo'ladi. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar pensionerning tarifi o'ziga mos bo'lsa, oyiga bir marta aniq abonent to'lovi yechilsa, undan tashqari kutilmagan yechimlar bo'lmasa, daqiqa va internet yetib tursa, demak katta muammo yo'q. Lekin baribir har 2-3 oyda bir marta tekshirish kerak. Chunki operator shartlari o'zgarishi, eski tarif yopilishi, yangi foydaliroq variant chiqishi mumkin. Men birinchi misolni oddiy qilib tushuntiraman. Aytaylik, pensioner oyiga 35 ming so'mlik tarifga ulangan. Tarif ichida 5 gigabayt internet va 500 daqiqa bor. U amalda oyiga 60 daqiqa gaplashadi, internetdan esa umuman foydalanmaydi. Bu holatda u 35 ming so'mning katta qismini ishlatmayapti. Agar unga 15 yoki 20 ming so'mlik kamroq daqiqali tarif yetarli bo'lsa, oyiga 25 ming so'm tejaydi. Bu bir yilda 180 ming so'm degani. Pensioner uchun 180 ming so'm bu kommunal to'lov, dori-darmon yoki oziq-ovqatga ketadigan real pul. Ikkinchi misol. Boshqa bir pensioner oyiga 20 ming so'mlik tarifda. Tarif ichida internet juda kam, masalan 1 gigabayt. U esa har kuni Telegramdan rasm va videolar ko'radi, haftasiga 2-3 marta YouTube ochadi. internet tugagandan keyin operator balansdan megabayt bo'yicha pul yecha boshlaydi. Natijada odam oy davomida tarif uchun 20 ming to'laydi. Keyin qo'shimcha 25 ming internetga ketadi. Umumiy xarajat 25 ming bo'ladi. Aslida unga boshidan 40 ming so'mlik interneti ko'proq tarif tanlansa, ham qulay, ham nazoratli bo'lardi. Demak, arzon tarif har doim tejamkor degani emas. Uchinchi misol. Farzand onasiga smartfon olib berdi. Lekin tarifini eski holatda qoldirdi. Telefon ichida Google xizmatlari, Telegram bank ilovasi, ob-havo yangilanishlar ishlaydi. Ona internetni o'zi ochmayotgandek tuyuladi, lekin telefon ma'lumot almashadi. Balansdan har kuni o'z-o'zidan pul ketadi. Buni ko'rgan odam operator pulimni yeb qo'yapti deb o'ylaydi. Aslida muammo tarif va telefon sozlamalarida. Bunday vaziyatda mobil internetni nazorat qilish, keraksiz ilovalarni cheklash, avtomatik yangilanishni faqat Wi-Fi orqali qilish va mos paket ulash kerak. 4-misol. Pensioner bir operator ichida ko'p gaplashadi, lekin boshqa operatorlarga kam telefon qiladi. Masalan, oilasining ko'pchiligi Ucellda bo'lsa, Ucell ichidagi daqiqalari foydaliroq bo'lgan tarif qulay bo'lishi mumkin. Agar oila Berlinda bo'lsa, Berlin ichida qulay taklifni ko'rish kerak. Agar Mobius qamrovi uyda yaxshi bo'lsa va atrofdagilar ham Mobius ishlatsa, Mobius tariflari foydali bo'lishi mumkin. Bu yerda faqat narx emas, qamrov ham muhim. Eng arzon tarif ham uy ichida aloqa yomon bo'lsa, foydasiz bo'lib qoladi. Endi eng ko'p uchraydigan xatolarni aytaman. Birinchi xato: pensionerlar uchun maxsus tarif bo'lsa, avtomatik ulanadi deb o'ylash. Yo'q, ko'p hollarda bunday bo'lmaydi. Agar maxsus ijtimoiy tarif yoki chegirma mavjud bo'lsa, abonent o'zi murojaat qilishi, pasport yoki ID karta, ba'zan pensiya guvohnomasi yoki tegishli ma'lumotni ko'rsatish kerak bo'lishi mumkin. Shartlar operatorga qarab farq qiladi. Ikkinchi xato: tarif nomiga qarab xulosa qilish. Ba'zi tariflar nomidan juda qulay ko'rinadi, lekin ichidagi daqiqa, internet, amal qilish muddati, limit tugagandan keyingi narx muhim. Masalan, tarifda ko'p internet deyilishi mumkin, lekin u faqat tunda ishlashi yoki ma'lum ilovalar uchun berilishi ehtimoli bor. Yoki cheksiz degan so'z bo'lsa ham, tezlik cheklovi, adolatli foydalanish qoidasi, ma'lum limitdan keyin sekinlashish kabi shartlar bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat: tarifdagi paketlar qachon yangilanishi. Ba'zi odamlar oyning o'rtasida tarifga ulanadi. Keyin abonent to'lovi qachon yechiladi, paket qachon beriladi, muddati qachon tugaydi, tushunmay qoladi. Agar balansda yetarli pul bo'lmasa,
tarif to'liq yangilanmasligi, paket berilmasligi, xizmatlar alohida narxda ishlashi mumkin. Shuning uchun pensioner raqamida abonent to'lovi yechiladigan sanani bilish juda muhim. Masalan, har oyning 5 sanasi 30 ming so'm yechilsa, 4 sanada balansda kamida 30 ming so'm bo'lishi kerak. 4-jihat qo'shimcha pullik xizmatlar. Rington, ob-havo, yangiliklar, ko'ngilochar SMS, ovozli xizmatlar, pullik kontent obunalari ba'zan odam bilmagan holda ulanib qoladi. Ayniqsa, oddiy telefonlarda kelgan SMSdagi havolani bosish, smartfonda reklama ustiga bosib yuborish yoki USSD menyuda noto'g'ri tugmani tanlash oqibatida xizmat ulanadi. Har kuni 500 so'm yoki 1000 so'm yechilsa, bir oyda sezilarli summa bo'ladi. Men pensioner raqamlarida birinchi bo'lib, aynan pullik obunalarni tekshirishni maslahat beraman. 5-jihat roaming va xalqaro qo'ng'iroqlar. Agar pensioner chet eldagi farzandiga oddiy telefon qo'ng'irog'i qilsa, bu juda qimmatga tushishi mumkin. Bunday holatda Telegram, WhatsApp yoki boshqa internet orqali qo'ng'iroq qilish ancha tejamli bo'ladi. Lekin buning uchun internet paketi yetarli bo'lishi kerak. Chet elga safar qilganda esa roaming alohida mavzu. Raqam chet elda ishlasa, internet tasodifan yo'qolib qolsa, balans tez tugashi mumkin. Shuning uchun safardan oldin operatorga murojaat qilib roaming shartlarini tekshirish kerak. 6-jihat raqam kimning nomida ekani. Ko'p pensionerlar ishlatayotgan raqam farzandi turmush o'rtog'i yoki boshqa qarindoshi nomida bo'ladi. Agar maxsus pensioner imtiyozi faqat raqam egasining maqomiga qarab berilsa, bunda muammo chiqishi mumkin. Masalan, telefonni pensioner ishlatyapti, lekin raqam 35 yoshli farzand nomida. Operator tizimida bu raqam pensioner raqami sifatida ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun kerak bo'lsa, raqam egasini aniqlash, hujjatlarni tartibga keltirish lozim. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, oxirgi bir oyda qancha pul sarflanganini tekshiring. Buni operator ilovasida ko'rish mumkin. Ujel, Belin va Mobiuzning rasmiy mobil ilovalari bor. Ular orqali balans, tarif, qoldiq daqiqa, internet, pullik xizmatlar va xarajatlar ko'rinadi. Agar pensioner ilovadan foydalana olmasa, farzandi yoki ishonchli yaqin kishi yordam berishi kerak. Lekin bu yerda ham ehtiyot bo'ling. Tasdiqlash kodlarini begona odamga bermang. Operator nomidan qo'ng'iroq qilib kod so'rashsa, ishonmang. 2-qadam. Tarif nomini va abonent to'lovini aniqlang. Ko'p odam o'z tarifining nomini bilmaydi. Har oy pul yechiladi deydi. Lekin nima uchun yechilayotganini bilmaydi. Tarif nomini bilgandan keyin uning ichida nima borligini tekshiring. Necha daqiqa, necha gigabayt SMS kerakmi? Operator ichida alohida limit bormi? Boshqa operatorlarga qo'ng'iroq narxi qanday? Paket tugagandan keyin narxi qanday bo'ladi? 3-qadam, real ehtiyojni yozib chiqing. Men oddiy qog'ozga 3 ta narsa yozishni tavsiya qilaman. Oyga taxminan nechta qo'ng'iroq qilinadi? Oy internetdan nima uchun foydalaniladi? Oyga telefon uchun qancha to'lash qulay? Masalan, oyga 200 daqiqa kerak, Telegram ishlaydi. YouTube kam 30 ming so'mgacha to'lay olaman. Mana shu ma'lumot bilan operator ofisiga borsangiz yoki call markaziga qo'ng'iroq qilsangiz, ancha to'g'ri maslahat olasiz. 4-qadam. Operatorning rasmiy ofisiga boring yoki rasmiy call markaziga qo'ng'iroq qiling. Agar pensioner uchun maxsus tarif, chegirma yoki ijtimoiy taklif bor yo'qligini so'ramoqchi bo'lsangiz, savolni aniq bering. Men pensionerman, yoshim falon. Raqam o'zimning nomimda menga pensionerlar uchun alayda tarif yoki chegirma bormi deb so'rang. Shuningdek, pullik obunalar ulanganmi? Ularni o'chirib bera olasizmi? Internet tugagandan keyin pul yechilmasligi uchun qanday cheklov qo'yish mumkin? Abonent to'lovi qaysi sanada yechiladi deb albatta so'rang. 5-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Pasport yoki ID karta. Agar aynan pensioner maqomini tasdiqlash talab qilinsa, pensiya guvohnomasi yoki tegishli ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Hamma operator va barcha takliflar uchun talab bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ofisga borishdan oldin call markaz orqali so'rab olish yaxshi. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, raqam egasi ham kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam. Telefon sozlamalarini tartibga keltiring. Smartfonda mobil internet sarfini tekshiring. Qaysi ilova ko'p internet ishlatayotganini ko'ring. Telegramda avtomatik video va rasm yuklanishini cheklash mumkin. YouTube'da video sifatini pasaytirish mumkin. Ilovalar avtomatik yangilanishini faqat Wi-Fi orqali qilish mumkin. Bu sozlamalar bir marta to'g'ri qilinsa, har oy pul tejaydi.
Ayniqsa pensionerlar telefonida reklama ko'p chiqadigan, keraksiz ilovalar bo'lsa, ularni olib tashlash kerak. 7-qadam tarifni o'zgartirgandan keyin birinchi oy kuzating. Ko'pchilik tarifni almashtirib keyin unutadi. Men esa bir oy davomida balansning internet qoldig'ini, daqiqa qoldig'ini tekshirishni maslahat beraman. Agar oy oxirida internet ortib qolsa, balki arzonroq tarifga o'tish mumkin. Agar oy o'rtasida internet tugasa, demak tarif yetarli emas. Eng to'g'ri tarif birinchi urinishda topilmasligi mumkin. Lekin 1-2 oy kuzatilsa, aniq bilinadi. 8-qadam oilaviy yondashuv qiling. Agar bir oilada ota-ona ujalda, farzand belinida, nevaralar mobyuzda bo'lsa, qo'ng'iroq xarajatlari ko'payishi mumkin. Ba'zan oiladagi asosiy aloqa qaysi operator orqali bo'layotganini hisobga olib, pensioner raqamini shunga moslashtirish foydali. Lekin raqamni boshqa operatorga ko'chirishdan oldin uy, mahalla, dala hovli yoki ko'p bo'riladigan joylarda aloqa sifati qandayligini tekshirib oling. Qamrov yomon bo'lsa, tejamkorlikdan foyda bo'lmaydi. Yana bir muhim maslahat, pensioner raqamida qarzga xizmat olish, avans, ishonchli to'lov kabi xizmatlar yo'qolgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Ba'zan odam balans tugaganini bilmaydi. Xizmat orqali qarzga aloqa ishlaydi. Keyin balans to'ldirilganda pul yechiladi. Bu xizmatlar kerak bo'lishi mumkin, lekin ular nazorat ostida bo'lishi shart. Agar pensioner buni tushunmasa, yaxshisi o'chirib qo'yish yoki limitni aniq bilish kerak. Men bugun aytmoqchi bo'lgan asosiy fikr shuki, pensionerlar uchun mobil tarif tanlashda faqat eng arzonini ulang deyish noto'g'ri. Uzel, belini yoki mobyuz bo'lishidan qat'i nazar, avval odamning real ehtiyoji aniqlanadi, keyin tarif tanlanadi. Kimdir uchun daqiqa muhim, kimdir uchun internet muhim, kimdir uchun esa raqam faol turishi, ortiqcha pul yechilmasligi eng muhim. Pullik obunalar, internet tugagandan keyingi narxlar, abonent to'lovi sanasi, raqam kimning nomida ekani va rasmiy shartlar albatta tekshirilishi kerak. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangiz, buvingiz, bobongiz telefon xarajatidan qiynalayotgan bo'lsa, bugunoq ularning tarifini tekshirib ko'ring. Izohlarda yozing. Siz qaysi operatordan foydalanasiz? Oyga qancha to'laysiz va tarifingizdan rozimisiz? Fikringiz boshqalarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta to'g'ri tarif tanlovi har oy real pulni tejab qolishi mumkin.